Barselona safarda Betisni gollar yomg'iri ostida mag'lub etdi. La Liganing 15-turida Barselona safarda Betis ustidan juda dramatik va unumli bellashuvda 5-3 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu o'yin gollarga to'la bo'lib, muxlislarning his-tuyg'ulari bir necha bor pik holatiga tushdi. To'p harakati yuqori bo'lgan uchrashuv yakunida kataloniyaliklarning hujumchisi Ferran Torres haqiqiy qahramonga aylandi. Bu safarda ro'y bergan o'yinda hat-trik qayd etib, jamoasini g'alabaga yetakladi. Yosh talant Lamine Yamal esa penaltidan aniq zarba yo'llab hisobni yanada mustahkamladi. Birinchi bo'limdayoq Filik shogirdlari raqib darvozasi tomon bosimni kuchaytira boshladi. Tezkor javoblar va yuqori tempda davom etgan o'yin tomoshabinlar uchun haqiqiy futbol bayrami bo'ldi. Betis ham javobsiz qolmadi. Antonning erta gollari, oxirgi daqiqalarda Lorente va Gucho tomonidan kiritilgan gollar o'yinni yanada qizitdi. Biroq bu ham Barsaning hujumdagi uchqunli o'yinini to'xtata olmadi. G'alabadan keyin Barselona ochkolarini 40 taga yetkazdi va turnir jadvalida peshqadamlik mavqeini yanada mustahkamladi. Betis esa 24 ochko bilan 5-pog'onda qolmoqda.